Jiyan maza qilib xilyapti, lekin biz unga sunnat to'yi uchun qurbonlik qo'yib kelgani ketamiz. Ketdik. Aytgancha yangi frashka oldim, yarashibdimi? Hokimiyatda adashmasam 16-17 yoshlarimda tushganman bunaqa joylarga. Undan keyin hali yemaganman hali to'g'risi. Ha, endi tuxumdan chiqqan jo'jalarga o'xshashar ekan. Qaranglar. Abi Sardor, nami Jalil, nami Qodir, nami Sobir. Nami nodir bilmayman. 35 ga tushadi bularga darvoza. Ma'lumot o'rnida yetib o'tib ketaman. Suvdalashi sunnat. Eplolmadik bu qo'ylanish qiyin ekan lekin. Epladik. Ha, ketdi ya. Eplab mana qo'yxonaga olib kelib qo'ydik. Xafa bo'lmaysan endi. Qo'yga olib keldi, endi biz Zubayrni olib qaq ketamiz doktorga. Cho'chilasib qilib kelaylik bu bolani. Biz paytda lekin tog'a 5 yoshlarimizda-da. Hozir bu endi 4 oylik. 5 yosh. Ori doktorlarni so'kib, ha? Bunaqa bo'lmasdi-da. Lazer pazirlar bo'lmasdi. Hozir bunaqa bo'lmasdi. Ko'tarib qaychimlar kis bo'ldi, ketdi. Ustirada kesiladi. Ustiradagi tem bo'li. Gashti bor, doktorlarni so'kish gashti bor-da. Xudo xolisa, jiyan mana shunaqa joylardan kattasini ochadi. Mana hozir so'nggi daqiqalar qoldi, Zubayr. Lekin hozir oson bo'lib qoptanchi. Turganimiz yo'qdi. Ha, butun hamma joyda rivojlanish bo'lyapti. Ha, rivojlanish bo'lyapti, Xudoga shukr. Biz paytda men o'zim 21 yoshman. 5 yoshimda bo'lgan edim. So'kishim qolmaganda to'g'risi endi. Alloh jannatlarni nasib qilsin. Ben ko'chaga ketyapman. O'zim yig'lamagin deyman, o'zim vashi yig'laganman. Doktorni onasidan boshlab adasigacha qilganman. Men bozor agar o'sha doktor meni ko'rib turgan bo'lsangiz, Zoir aka. Mana Zubayr, berib yuborib, uyga borib ko'mib qo'yar ekanmiz. Bola to'y paytda kiraman. Tog'alar, mana tog'alarim menga pul beradi, yastig'im tagiga qo'yib qo'yishardi. Lekin bu pul hech qachon o'zimizga tegmagan. Mana ota-onamiz olib qo'yishga hech qachon o'zimizga berishmagan. Men o'zim nazoratga olib turaman. Buni o'ziga ishlatasin lekin. O'zi asli yerga ko'mib borish kerak ekan, endi ko'mib boramiz. To'y bolaga to'yona olib kelgan dadasi, nabiram deb toy yasatgan uning katta onasi. Nash qo'y lampochkasini yesa bo'larmikan? Ustidan so'raymikan? Yo so'ramaymikan? Yo so'rayman. Ustaga? Yo, yeb bo'lmaydi bu yerda, yeb bo'lmaydi. Mana mana shu narsani eshitishim bo'yicha ba'zi odamlar juda qimmatga sotib olar ekan. Aloqaga chiqinglar, sotiladi. Hozircha kitabini eshitib bor. Nimagaligini bilishsa kerak menimcha buni. Hozir sindirib tashlaveramiz lekin buni. Boshqa mollar ishlatmaslik uchun. Mana hozir hamma ishlarni tugatib, toy bolani oldiga keldik. Xohshoylar, mana bu o'zimni haqiqatdan birinchi do'ppim bo'ladi o'rtoq. Bola to'y bola, shirin bola, sho'x bola. Mana bu do'ppini olib qo'ymasam bo'lmaydi. Endi sizlarda hozir qo'yilish shart emas ekan, bu tog'angdan meros ya senga. Endi jiyan, tog'angga suyandi bekordan bekorga yetishmagan. Xafa bo'lmaysan. Mana bu narsalarni babi senga hozir kerak yo'q, ishlatmaysan. Berib yuboraman katta bo'lsang, hopmi? Xullas, katta bola bo'lgan, mujik bola bo'lgan. Bola to'y bola, shirin bola, sho'x bola.